Mana bu yerda qiziq kommentariy bor ekan. Tayr brendini maqtaysiz. Tayr brendida 5 ga 1 apparat bormi? 5 ga 1 bilmadim, 3 ga 1 apparatimiz bor. 3 ga 1 dedim, 3 ga 1 deganimda Tayr brendi Power MS 270. 3 ta apparat bitta qilingan. Pol avtomat, oddiy elektr svarka va lifting argon apparat. Bularning komplekti faqatgina pol avtomatga derjak chiqadi. 3 metr derjak va massasi chiqadi. Qolgan, misol uchun elektr svarkaga ham zo'r qilib derjak yig'ib ketsanglar bo'ladi. Lifting, ya'ni argonga ham bemalol yig'ib ketsanglar bo'ladi. Bunisi o'sha bu yoqda bez gaz ishlaydimi, apparatinglar bormi, shunaqa apparat deysizlar. Bu yerda shundoq o'chib turadi, shundoq yoqasizlar. Hamma yoqqa gazi bor simni qo'yib bemalol ishlatib turasizlar. Videoga tushunarli bo'lgan bo'lsa, tayyor bilgan biladi, bilmagan o'z biladi.